Xabi Alonso uchun haqiqiy bugun so'nggi sinov. Agar bugun Real Madrid Alevasni mag'lubiyatga uchrata olmasa, Alonso Realdan ketadi. Assalomu alaykum qadrli Real Madrid jamoasi muxlislari. Sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like bosing, biz esa boshlaymiz. Aziz do'stlar, bugungi Alevas va Real Madrid uchrashuvidagi gollarni, o'yinni to'liq tomosha qilishni istasangiz, unda siz bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalda gollar birdek berib boriladi. Telegramga o'tish manzili kommentariyada. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling, biz boshladik. Manba: Real bugun g'alaba qozonmasa, Alonso ketadi. Uning o'rnini kim egallashi ham ma'lum. Real Madrid klubi bosh murabbiy Xabi Alonso 14 dekabr kuni bo'lib o'tadigan Alevasga qarshi safar o'yinida g'alaba qozonmasa iste'foga chiqariladi. Onda Cero xabariga ko'ra, 43 yoshli murabbiy o'rniga hozirda Kastilya boshqaruvida ishlayotgan Alvaro Arbeloa tayinlanadi. Hozirda Real Madrid La Ligada Barselonadan 4 ochkoga ortda qolgan holda 2-o'rinda bormoqda. Xabi Alonso Realdan iste'foga chiqarilishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Real Madrid klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso Alevasdan mag'lubiyatga uchragan taqdirda iste'foga chiqarilishi mumkinligi haqida mishmishlarga izoh berdi. Ketma-ket 2 mag'lubiyat va mishmishlar ishingiz xavf ostida ekanligini his qilyapsizmi? Men har doim eng muhimi jamoa ekanligini aytaman. Oldinda juda muhim o'yin bor va biz natijalar dinamikasini o'zgartirmoqchimiz. Mana nima xavf ostida, dedi Alonso shanba kungi matbuot anjumanida. Ispaniya chempionati doirasidagi Alevas Real Madrid uchrashuvi 14 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi. Arda Gülerga bir necha klublar da'vogarlik qilmoqda. APLning 3 grandi Real Madrid halbeki Arda Gülerni sotib olmoqchi. Qayd etilishicha, turkiyalik futbolchining xizmatlariga Arsenal, Liverpool va Manchester United klublari qiziqish bildirmoqda. Güler Real bilan 2029-yilning yozigacha mo'ljallangan shartnomaga ega. Futbolchi Fenerbahchedan Ispaniya klubiga o'tgan edi. Umuman olganda Arda Güler Real Madrid safida 83 ta o'yin o'tkazgan. Ularda turk futbolchisi 15 ta gol urdi. Shuningdek, halbek hisobida 18 ta golli uzatma bor. Galatasaray Rüdigerni qishda o'z safiga qo'shib olmoqchi. Realning 32 yoshli himoyachisi takliflarga ochiq. Real Madrid markaziy himoyachisi Antonio Rüdiger Galatasaray e'tiboriga tushdi. 32 yoshli futbolchining Real bilan shartnomasi uzaytirishi so'roq ostida qolmoqda. Amaldagi kelishuv mavsum oxirigacha mo'ljallangan. Galatasaray qishki transferlar vaqtida Rüdigerni sotib olishga e'tibor qaratmoqda. Germaniyalik futbolchi klubni kuchaytirish uchun asosiy nomzod bo'lib, o'z tajribasi bilan murabbiy Okan Burukni qiziqtirib qo'ygan. Ta'kidlanishicha, Antonio takliflar uchun ochiq. Katta ehtimol bilan Galatasaray avval u bilan muzokara o'tkazadi, keyin esa Realga o'z taklifini taqdim etadi. Zidane Realga qaytmaydi. Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, Real hozircha Zidane bilan muzokara olib bormayapti. Mashhur insider Fabrizio Romano XG ijtimoiy tarmog'ida Zinedine Zidanening Realga qaytishi haqidagi mishmishlarga izoh berdi. Klub bosh murabbiyi Xabi Alonso La Liga uchrashuvidagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin lavozimidan ozod etilishi mumkinligi aytilmoqda. Asosiy nomzod sifatida Zidane ko'rilmoqda, ammo u 2021-yildan buyon hech qaysi jamoani boshqarmayapti. Romanoning ta'kidlashicha, hozirda klub fransuz mutaxassisi bilan qaytish bo'yicha muzokaralar olib bormayapti. Oldinroq Alonsoning ehtimoliy o'rnini egallash uchun Jurgen Klopp ham ko'rib chiqilgan. Eslatib o'tamiz, Alonso jamoa boshqaruvini 2025-yil iyunida qo'lga olgan edi. U avvalgi murabbiy Carlo Ancelottini almashtirgan. Zidane esa Realda 2016, 2018 va 2019-2021-yillarda faoliyat yuritib, 2 marta Ispaniya chempioni va 3 marta UEFA Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan.
Sizningcha Xabi Alonso Real Madriddan ketishi kerakmi yoki imkoniyat berilishi kerakmi? Ketgan taqdirda ham qaysi mutaxassis Realga kelishi kerak? O'z fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oybona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.